Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joyida yashayotgan muhtaram vatandoshlar, hammanglarga Allohning salomi va rahmati bo'lg'ay. Hidayat ekran xush keldinglar. Bugun diqqatingizga Qur'ondan nazar programmamizning 80-ci sonini sunamiz. Bugungi programmaning temasi shariat, islom, iymon. Ya'ni iymon, islom, shariat bu uchiniki o'zaro aloqasi, shart talablari, maqsad, g'oyalarini tushirgan asosda bir program sungan bo'ldik. Biz ilgirki programmalarda, ya'ni Qur'ondan nazar programmamizning ilgirki qismlarida o'xshamagan nuqtalarda yeri kelgan yerlarda bu üç tema, bu üç hukm haqida o'xshamagan ilgari oxir bo'lib o'xshamagan shakldagi izohatlarni, ya'ni to'liqim xarakterli izohatlarni berib keldik. Programmani boshdan oyoq ko'rayotgan qarindoshlar bu mazkur 3 temaninki 3 hukmning haqidagi izohatni, 3 hukm haqidagi tushunchani asosan tushunib bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bugun üçünü bir tema qilish orqali bir program ichida jo'nab ekilib, Qur'ondan nazar, ya'ni Qur'on markazlik ta'limot ichida qaytadan bir qarab chiqamiz va to'liqlama ilgirki tushunchalarimizga to'g'rilama va to'liqim bo'lgan mufassal shaklda hukmga egallashga tirishamiz inshaalloh. Ekranimizda mazkur programmani taqdim qilib kelayotgan Kerim Zoir ustoz bor. Assalomu alaykum ustoz, xush keldi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Qanday qavadlar etişimatum. Hammaylar Allah salomat qilay. Shunday qilib 80-ci sonda ko'rishib turibdik. Abdulaziz birodarning bir sabab tufayli yana ekranda bo'lamay qoldi. Bugungi tema iymon, islom, shariat to'g'risida bo'lgan. Rahmat. Assalamu alaykum. Dünyanın ayqası yayları hörmətli qarindaşlar. Həmmələrin şu vaxt xeyirli olsun. Biz degengidek yuqorida ayrım holatda iymon, islom, shariat haqida to'xtalgan bo'lsakmi, lekin bu uchini bir yerda bir o'sal munosabatli holatda ne munosabat bor degan asosda yana bir o'z mavzu qilishga to'g'ri keldi. Bunun oldida iymon bilan islomni ham haqida to'xtaldik. Yani şunu qisqacha, yani bir qancha minutdan qilib, shuni qisqacha o'zi bayon qilib o'tamiz. Iymon Qur'oni Karimga asoslangan vaqtida Allohga ishonish, farishtalarga ishonish, payg'ambarlarga ishonish, ilohiy kitoblarga ishonish va oxiratga ishonishdan iborat. Bu ishonishning o'zini Qur'oni Karim iymon deb ataydi. Bununla işengen, şu 5 narsaga işengen insanlarını Allah Teala ibadet kılışqa teklif kılıdı. Yani ibadetin özü neymi diye vaxtıda namaz, rozdan ibaret bu ibadetlerini kılışqa teklif kılıdı. Yani iman etken insanlar yani Allah'a, malaiklerge, kitaplarga, periştelerge, yani ilahi kitaplarga münacatqa vaxtıda ahiret günüge işengen bu insanlarınki namaz okuşu, roz tutuşu tavsiye kılınıdı. Bu imanniki bir terpi hiçbir zaman bu iman insanlığa mecburlanmaydı. Yani Kur'an-ı Kerim işki erkinlikini insanlığa bergen, birisi neyim o diye vaxtda itikadi erkinlik. İşinemdi, işenmemdi, qaysi dinga işindi, qaysi mezhep işindi, bu özünün işi qatarda mundaq özü bayan qılgan. Çünki işinishni Allah Taala mecburluğa vaqtida insanlar mecbur bir öz narsiga yoki bu islom diniga mecbur, islom dinining iymon qismlariga mecbur ishonishga mecburlangan vaqtida insanlarda uningga haqiqiy yurakdan ishonmasdan saxtapazlik bilan ishonish maydonga keldiganligi ve onun da nifak, insanın vücudunda bir nifak payda olduğu sebebinden işengen adam Allah'ın kitabını, periştelerini, peygamberlerini, ahiret gününü yaxşı düşünüp ve Allah Teala'nın kainattaki kudretlerini yaxşı düşüngenden keyin özü halisane, kızıkıp, yaxşı görüp, işinishni tavsiye qilgan Allah Teala. Şunun için bunu da zorlaş bombaydı.
Qur'oni Karimdimi Estağfirullah la ikraha fid-din qad tebayyana rushdu minal g'ay deydi. Hem hakikat uçuk aşkar bo'lib bo'lgandan keyin insonni u haqiqatga ishonish, ya'ni ishonsa deb zo'rlashga bo'lmaydi, deydi Qur'on. Yana o'zi Qur'onda shu Sura Kahfniki 29-oyatida qulil haqqi qulil haqqu min rabbikum femen şa'a felyu'min ve men şa'a felyekfur inna a'tadna lizzalimin naran ahata bihim suradiqa degan mush oyatning o'zidimi ularga haqni so'zla. Alloh taolo o'zi tushirgan, ya'ni haq Qur'oni Karimda iborat, hozir qo'limizda bor kitob. Ya'ni bu haqiqatni so'zla. Xalqan odam uning ishonsin, xalqan odam ishonmasin o'zining ishi. Ya'ni so'zlagan odamniki vazifasi nima degan vaqtda haqiqatni so'zlash, to'g'ri narsani so'zlash, bir narsani to'g'ri tushuntirish, ammo uningga ishondigan odam degan vaqtda ishondigan odamni uningga zo'rlamaslik. Ishondigan odam xolis uningga ishonsin, xolis ishonmasin u o'zining ishi. İşenmesi degan vaqtda ishonmagan odamlarga inna a'tadna lizzalimin naran ahata bihim suradiqa. İşenmagan zolimlarga biz ularniki podshohlarini qo'rshab turib, o'rab turadigan o'tni tayyorlab qo'yamiz qiyomat kunida. Ya'ni ular jahannamga kiradi degan gap. Ya'ni bundan biz bilib olamizki, iymon ibodatniki jazo mukofoti bu dunyoda insonlar tarafından kesilmeydi. Hiçbir insan sen mümin bo'lmabsa, iymon etmabsa deb iymon etmagan yoki bo'lmaydi boshqa dinga yoki boshqa mazhab kirib qolgan insonlarni haqoratlash, o'ldirish, o'lim tahdidini silish va uniki pul molni musodir qilishga o'xshash qani halol, mel halol deganga o'xshash bunday fatvolarni chiqarish haqqi va huquqi yo'q degan gap. Uniki o'zi jazosini Alloh taolo qiyomat kunida o'zi berdiganligi haqida Qur'oni Karimda buni o'zi bayon qiladi. Shuning uchun bu yerda iymon haqida, e'tiqod haqida hech qanday bir odamning yana bir odamni zo'rlash va bir odam yana bir odamni e'tiqod sabablik o'zi ayiblash, haqoratlash haqqi yo'q degan gap. Mush sababdan ya'ni iymon e'tiqod mush yuqorqi sabablarga asoslangan vaqtida e'tiqod uchun kurash qilish Qur'oni Karimda belgilanmagan. Ya'ni bir odam yoki bir millat islom diniga nimaga, ya'ni Allohga ishonmaydi ekan, Allohning kitoblariga ishonmaydi ekan degan mushu o'zi iymon etmabdi, u mu'min emasga deb o'tirib, uning qarshi kurash qilish, uning o'zi hujum qilish bu Qur'oni Karimda belgilanmagan. Ya'ni hujum qilishga bo'lmaydi. Ya'ni Müşahede aqllarga bir narsa keldi. Öz vaqtida Biliqisning xabarini olgandan keyin Sulaymonning askar tartib olganligi haqida Qur'onda voqeliklar bor. Bumi e'tiqodiy masala emasmidi? O e'tiqodiy masala emas, o vaqtda Sulaymon alayhissalomning o vaqtdagi kengaymichilik masalasi mana bu vaqtda. Nima degan vaqtda u ayol kelib, u yer taslim bo'lgandan keyin uni o'ltirgan yoki uni xalqini o'ltirganlik haqida hech qanday bir Qur'oni Karimda bayon yo'q. Agar e'tiqod sababli bo'lgan taqdirda, e'tiqod sababidan uni hujum qilish, u yerda o'zi ularga shu nima iymon etmoqda bo'lar degan sababdan ular hujum qilish nimada belgilangan bo'lsa, u vaqtda u iymon etmoqlik sababidan u podsho bo'lgan u Bilqis degan ayolni va uniki xalqining o'zini o'ltirish mumkinchiligi bordi. O'ltirish mumkin ya'ni. Sulaymon alayhissalomning ularning hech qanday birisini o'ltirmaganligi, ularning u Bilqis degan ayolniki davlatining o'zini o'zining davlatiga qo'shib olish yoki ashunday o'zi nimada bo'lgan. Chunki dunyo tarixida qanday bir millat bo'lsin, mayli u payg'ambarda daxil, u yerda o'zi kuchaygan vaqtda ikkinchi bir millatniki vataniga hujum qiladigan bu o'zi bir qoida. Usul ashunday bo'lganda insonlarda. Shuningki bu haq masalasi yoki boshqa bir masala emas.
Faqat o yerdagi narsa nima bo'lsa, kengaymichilik masalalari. Misol, biz shu Hazrat Umarning zamonasiga nazar solgan bo'lsak, Hazrat Umar Arab mamlakatlaridan halqib Farislarniki bu nima Afrikada misol Suriya nima Misr deymiz, shu Shimoliy Afrikadagi nurg'un hozir arab so'zlaydigan millatlar bor. Hozir Suriya deymiz. Mushaning hammasi o'z vaqtida arab emas. Shu Hazrat Umarning zamonasida bu arab yerim orlidan halqib, sonadakin o kuchaygandan keyin bular bu yerga o'zi kengaymichilik nemisini qilgan. O kengaymichilik nemisi hamda kengaymichilik nemis deymiz buni ko'rishi. Yani zemin, hukuk, igdachılık nimisidan bo'lganmi bu, ehtiyojidan bo'lganmi? Şu çağda Belqisning vaqaligidan nima qilgan chog'da quyoshga ibodat qiladigan insonlar to'p ekanligi vaqaliklar bor edi. Uningdan shu dastlabki tushunchimiz paydo bo'lishida bu xuddi shu boshqa Allohdan boshqa ibodat qiladigan bir to'plam bo'lganligi uchun shuningga shundoq jazo yurishi qilgandek bir tushuncha kelgan edi. Hozir bizning darsimizda e'tiqodiy, imoniy sabab bilan jazolanmaslik Qur'onning hukmiga kelganligini dedik-da. U yerda kelgan ma'lumotniki o'zida mushundaq quyoshga nima qildigan, cho'qindigan bir millat borki degan xabarni keldi u yerga. O quyoshga cho'qindigan bir xalq borki degandan Sulaymon alayhisalom u vaqtda o quyosh cho'qingan bo'lsa xatolashibdi, u vaqtda biz ular hujum qilishga bo'ladi ekan degan bir gapni qilganligi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Faqat ularniki quyosh cho'qingan bir millatdan iborat ashar bir nima bor ekanligidan iborat bir xabarni o'zini yetkazdi u yerga. Ammo Sulaymon alayhisalom ashning e'tiqodining xato bo'lganligi bizning hujum qilishimizga sabab bo'ladi degan haqida hech qanday bir ma'lumot bergan yeri yo'q. Hamda bu yerdagi ikki narsa bor. Birisi kengaymichilik bo'lsa, yana birisi nima degan vaqtda dunyoga bir adolatni tiklash degan bir narsa mavjud bo'ldi. Misol, Hazrat Umarning zamonasidami bir tarafdan kengaymichilik bo'lsa, ikkinchi bir tarafdan adolatni tiklash. Dunyoga islomni tiklashda, islom tiklash degan nima degan vaqtda her yerdagi insonlar insonlik nuqtasidan barobar yashashdan iborat bu islomdagi prinsipi shu. Yani aşındaq bir o'zi güzel bir sistemini dunyoga barpo qilish maqsadda kengaymichilik ep bo'lganda Sulaymon alayhisalomning kengaymichiligi bilan bu nimaniki Hazrat Umarning kengaymichiligidagi ikkilasiniki xarakteri o'xshab ketadi. Bu yerda Umardan so'rasam shu zamonda biz haqiqatni o'zi nima qilish, yetkazish va ularga u adolatni tiklash maqsadida qildik. Ya'ni butunlay Umarning adil deb ashundaq o'zi nima qilishning butun sabablari shu. Ama Umar'dan keyingi zamanlarda Umayya sulolasi zamanında Arap milletçilik sebebinden nima o tecavüzçülük o din emas onun maqsadi tecavüzçülük maqsadi adaletni tiklash yoki boshqa millatni biz o'xshash bir yaxshi bir sistemaga kirsin degandek bunda bir niyati bo'lmagan. Chunki Umarning zamonida besvelingan yerdagi insonlarni unda qatlam qilmagan. Hech qanday bir yerda Umarning zamonida qatlam qildigan bir yer yo'q. Masalan, Umayya sulolasining oxirgi davrida Qutayb ibn Muslim degan shu Buxoro, shu O'zbekistondagi janub taraflarini ishg'ol qilgan vaqtida ashada qatlam shu musulmon bo'ldik degan insonlarmi biz bajo vermaymiz deganligi uchun ularning o'zini shunday qatlam qilgan necha minglagan turklarni tarixchilar anlatadi buni o'zini hozir. Necha 10 minglagan, hatto 100 minglagan insonning o'zini qatlam qilganlik haqida andaq nimalar bor. Tarixiy ma'lumotlar bor. Chunki u yerda nima desa, u islomni yoki bo'lmaydi, u yerda bir tinch bir jamiyatni barpo qilish emas, besvelish, bulang-talang qilishdan iborat u yerdagi narsa. Tamam. Yani o'shada men hozir tamom deb o'tib ketaman. Agar shuningga qarshi dalili bo'lgan yoki izlanishlar bo'lgan qarindoshlar bo'lsa, har vaqt programmamizdagi keyingi sonlarga ulgutib, savol yoki manba shaklida, tavsiya shaklida yo'llab qo'ysa, hammalar manfaatlansak bo'ladi.
hozirgi zamondagi shu g'arb davlatlar deymiz, demokratiyaning o'zini boshqa davlatlarning o'zini sen shundoq sistemaga kelsa, bir diniy davlat qurmaysa deb shundoq qiladi. Andan keyin misol bek diktator shundoq davlatlar bo'lsa shu diktatorlikni bano qilib u yerning o'zini urib tuzlab, undan keyin o'zi boshqa bir shakldagi bir davlat qurishga shuni qistab shundoq ishlar shu zamondagi voqeliklar besib olish bo'lsa-mu aslidagi xarakteri o'xshab beradi. Hozir mesela Suriye'nin özüne 10 neçə yıldır, mesela 13-14 yıldır, 15 yıl oldu hazır. Mana aşındaq veyran qılıb etken bolsa, hazır o nemi ta o Julan'ın öz çıkıp ayda hem dindik insanlar oxşaş yaşayalaygan bir devlet kurma degendeki mağarip devletleri hemmimiz qollap onun özüne qılıb atıp da. Demek ki her devlet xotirjam, o'zi xotirjam bo'lgan boshqa bir narsani qursa, u o'ziga biz ziyon kelib qoldigan bir narsani oldini olish uchun o'ziga o'xshash bir narsa qurishni o'zini xohlaydigan gap. Shu o zamonladimi? Mushundaq bo'lsa, bizga keyingi zamonda ziyon yetmaydi degandek mundaq bir tushuncha insonlar davomli bo'lib kelganda. Okay. Yani asasen tüzüm münasebeti bilen başlandan vahime his qilish. Hozir misol Xitoyni misolga olsak, bu kommunistik partiya, bir bana, oniki pul tepib ketganlik, taraqqib ketganligi, uning ashuni to'xtatish uchun shu tuzumni chugayotgandakilar bu ishlar hammasi chugilib, oxiri yenib ketadigan gap, bu taraqqiyot oxiri chekinadigan gap, hech bo'lmasa to'xtab qoladigan gap. Aşının özünü bana qilib, ondan keyin o Xitoyning o'zini shunday oxiri chekindirish maqsadida har xil nimani qilgan. Burundan tortib qo'llanib kelinayotgan bir taktika insoniyat jamiyatichi. Ammo Qur'onniki maqsadi insonlarga hamma inson barobar yashayolgan bir jamiyatni barpo qilish uchun kurash qilish bu belgilangan. Uning uchun bu yerki narsa nima degan vaqtida Qur'onda Allah'a işiniş, periştelerge işiniş, ilahi kitaplarga işiniş, peygamberlerge işiniş, ahiret işiniş teşebbüs kılındı. Asla onun özüne zat işenmesen bulmaydı. İşenmesen sen özü ma dünyada andak cezalansa, mandak cezalansa diyenine okşaş, bundak ceza Kur'an-ı Kerim'de asla belgelengen emez. Onun için Kur'an'da iman etmeyen, namaz okumayan, ro'za tutmagan odamlarga jazo berish haqida bu dunyoda jazo berish haqida hech qanday bir jazo belgilanmagan. Shuning bu qonunda masalan bir davlatda islom davlati qurilgan vaqtida bu islom davlatida o'zi Alloh ishonmagan odamlarni jazolaymiz, namoz o'qimagan odam jazolaymiz, ro'za tutmagan odam jazolaymiz deb jazo qonunlariga ashuni kirdisa, bu Qur'oni Karimga zid ish qilgan bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda e'tiqod uchun kurash qilish Qur'oni Karimda belgilanmagan. E'tiqod uchun kurash qilish cheklangan hattoki. Qur'onda nima desa, masalan, lakum dinukum valiyadin yetarlik bir dalilda. Hamma odamning dini e'tiqodi o'ziga. Mayli qas dinda bo'lishingda qat'iy nazar, u o'zingniki shaxsiy ishi. Jamiyatga bazoga solmaysiz uning o'zini. Men musulmon, men mu'min, Allohga ishongan bir mu'min bo'ldim. Sen mang'ushash bo'lishing kerak. Agar mang'ushash bo'lmasan, sening qinin halol, meling halol deydigan bu gapni qilish Qur'oni Karimda tamoman cheklangan. Nimicho aliqi Peygamberimiz zamanında fitne taqat qillik tüpelden adam yalatib berib o'ltirgizib etgan bir kazzabning hikoyasi bor. İsmini alamadım hozir. O mesela aşını bizlerdeki etikadga qarşı tuğanlıq tüpelden deb düşünüp kelgan tuqta asli nimamizda. Yo'q, u hozir biz mana bu iymon to'g'riliq to'xtalyapmiz. Islom degan mavzuda bu chiqdi-ku. Islom degan nima degan vaqtda iymon ashundaq yuqori degandek bir e'tiqodiy masala. Bunga ishonmaslik insonniki o'zining shaxsiy ishi. U ishongandan keyin u namoz o'qimaslik ham o'zining ishi. Nima uchun degan vaqtda u namoz o'qisa, uning mukofot beradigan bu dunyoda bir odam.
yoki o'qimasa bu dunyoda uning jazosini bergan bir qoida prinsip Qur'oni Karimda yo'q. Buning uchun u odam jazosini Allohdan oladi, agar o'qigan bo'lsa mukofotini Allohdan oladi. Bu diniy nimalarga e'tiqod sohasidagi masala mushu. Ya'ni yig'ib aytgan vaqtda ya'ni islomda belgilangan narsalarga e'tiqod qilish, ishonish u yaxshi bir ish. Qiyomat kuni Alloh uniki jazo yoki mukofotini berdi. Ammo uning uchun kurash qilinmaydi. Uning uchun kurash qilish Qur'oni Karim cheklangan. Ya'ni bir e'tiqod uchun kurash qilish, Alloh ishonishing lozim. Ishonmasang, sening o'zini sen qarshi kurash qilamiz, seni o'ltiramiz, chopamiz deb uning qarshi kurash qilish Qur'oni Karim cheklangan. Mana bu oyatning o'zidimi nima deydi degan vaqtda وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ degan mushu sura Anfal'dagi 39-oyatida qarshilik tugagan va barliq din Alloh uchun bo'lgan qadar siz kurash qiling deydi. Bu nimani bildirdi degan vaqtda qarshilik deganning o'zi insonlar bir-biriga qarshi turish, jamiyatni buzadigan bunda qarshilik tugagan qadar, ya'ni va dinning hammasi Alloh uchun bo'lgan qadar. Bu nima degan vaqtda ya'ni din sabablik insonlar din sabablik bir-biriga urush qilish tugagan qadar siz kurash qilinglar. Ya'ni dinchilikni tugutish. Qur'on dindan halqagan, e'tiqoddan halqagan bir kitob bo'lg'achqa, bir o'zi tuzum bo'lg'achqa, butun diniy e'tiqodning o'zini, hammasining o'zini nima desa, u e'tiqod Alloh va insonning orasidagi ish, u Alloh va insonning orasidagi ishning o'zini akilib, inson bilan insonning orasidagi ishga aylantirish orqali u yerda qalaymaqonchilik chiqarish, u Alloh taoloning prinsipiga zid degan. Shuning uchun bu din sababidan o'zi men falon dinda, sen bu dinda emaskansan, sen mening dushmanim ekansan deydigan narsa tugichilik qadar kurash qilish bu islomniki o'zi nimasi degan gap, prinsipi degan gap. Ya'ni islomni tiklash uchun kurash qilgan gap bu yerda. Ya'ni islom degan nima degan vaqtda ikkinchi mavzu anında islom tinchlikni barpo qilish degan ma'noni bildirdi. Tinchlikni barpo qilish uchun diniy ko'z qarashlarning hammasini o'zimizning shaxsiy ishi deb bilish va boshqa odamni diniy nuqtadan o'zi yoki mazhab nuqtasidan yoki millat nuqtasidan ayplash orqali jamiyatga qalaymaqonchilik paydo qilishni to'xtatish. Ya'ni bu yerda islomniki maqsadi bu. Ya'ni bir millat, ya'ni bir jamiyatda misol bir davlat hozirgi vaqtda nurg'unlagan millatlar yashaydi, nurg'unlagan diniy e'tiqoddagi insonlar yashaydi. U vaqtda o nurg'un dindagi insonlar birisi yana birisining diniga chaqilmaslik, uningga hujum qilmaslik, uni ayiblamaslik sharti bilan yashash. Nurg'un millatlar bir davlat yashasa, u davlatdagi millatlar hammasi o'zining milliy kimligiga yashash va lekin boshqa millatniki milliy kimlikka hujum qilmaslik sharti bilan. Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan prinsiplar bu. Mushundaq yashagan vaqtida jamiyat nima bo'ldi degan vaqtda jamiyatda tinchlik barpo bo'ladi degan gap. İslamdaki yani Qur'oni Karimdagi prinsipi nima degan vaqtda asosli o'z maqsadi tinchlikni barpo qilish. Ya'ni islomni barpo qilish, islom deganning o'zi tinchlikni barpo qilish degan gap bo'ldi. Tinchlikni barpo qilishda dunyoda to'salg'i bo'lgan eng cho'ng ikki narsaning borlig'ini va shu ikki narsani amaldan qoldirib, shuning o'zining kuchini yo'q qilgan vaqtida u yer tinchlik barpo bo'lganligini o'zini Alloh taolo Qur'oni Karimda o'tirib qo'ygan. U birisi nima desa, dinchilik. Yani birisi milletçilik. Yani Fir'avn'daki nemesinde Musa Aleyhisselam Bani İsrail Fir'avn'daki vakasında milletçilik noktasının oturup çıkan bir kırgınçılık İsrail evlatlarının özüne Fir'avn şu vakıda askerlerini kırdırıp, erlerini öldürüp, ayallarını nomusuğu tekip, maşındaki özü kırgınçılık yapmagan. Men mushundaq millatchilikni amaldan qoldirish Qur'oni Karimdagi bir davlatda yashagan insonlar hammamiz ayrim millat bo'lsa-mu, tamam o millat bo'lish ayrim masala, ammo milliy nuqtadan bir-biriga qarshi, ya'ni dushman hisoblash, millatning o'zini dushman hisoblash
bu o'zi Qur'oni Karimga zid degan gap. Shuningdek, hamma millat yashayversin, ammo o'zining millatini so'ysin, o'z millati uchun xizmat qilsin, lekin boshqa millatga ziyon solmagan va boshqa millatni ayblamagan va boshqa millatni kamsitmagan shart ostida yashash bu Qur'oni Karim belgilagan bir belgilama degan gap. Bu o'zi islomni amalga oshirishning tub asosiy prinsipi. Yani islomning eng asosiy prinsipining birisi shu. Yani islom degan so'zimiz zaten dunyoga tinchlik barpo qilish bo'lganligi uchun. Bu nuqtada aytgan vaqtida islomni, ya'ni tinch bir jamiyatni barpo qilish uchun kurash qilish Qur'oni Karimda belgilangan. Ya'ni boy o'qigan va qatiluhum hatta la takuna fitnatun va yakuna ad-dinu kulluhu lillah degan mush oyatning o'zimi islomni, ya'ni tinch bir jamiyatni barpo qilish uchun kurash qilish, u har bir o'z insonniki, har bir jamiyatniki, har bir millatniki o'rtaq orzusi bo'lishi lozim deydi Alloh taolo. Shu Qur'oni Karimda shu nimaniki İbrahim Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'daki nimelerinin özde, şu tavsiyelerinin özde, ne deydi dese, فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ degan özü buyrukları var. Ballarga İbrahim Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam nasihat qilgan vaqtda sizlar musulmon bo'lgan holatda o'linglar deydi. U nima degan gap desa, tinchlik uchun kurash qiluvchi bo'lib o'linglar degan gap endi. İnsaniyat gibi tinch bir jamiyat barpo qilish uchun kurash qilib o'lib ketinglar degan ma'noni bildirdi. Demak, bu yerdagi ashu nurg'un oyatlar var. Aş ayetlerin hemisi qarğa vaqtida yani tinchlik uchun, yani davlat qurish mashining ichida, misol bir millat davlat qurma desa, besib olgan davlat uningga besib olgan millat aning tinch bir tinchlik bermaganligi uchun tinch bir jamiyatni barpo qilish maqsadida qurdi uning o'zini. Davomli yani adil bir tuzum barpo qilish uchun kurash qilindi ekanda. O tinch bir jamiyat barpo qilish bu o'zi islomdagi eng asosiy prinsipi, yana tub maqsad shu. Yani hamma millat, shu jamiyatda yashaydigan, yani bir davlat ichida yashaydigan hamma millat davlat fuqarosi bo'lgan, barliq millat barobar yashaydigan, hech bir inson, yani bir insonning diniy e'tiqod yoki milliy kimlik sababidan bir-biriga haqorat qilmaydigan, hammamiz inson degan o'zi insonlik nuqtasida beraber yaşaydigan bir jamiyatni barpo qilish bu islomdagi tub asosiy prinsipi va islomdagi naq o'zi mana shu degan gap. Hozir misol bizniki diniy olimlarimiz islom davlati degan vaqtda nima deydi desa, hamma odam namoz o'qiydigan, hamma odam ro'za tutadigan, hamma odam Qur'on o'qiydigan, ashundaq o'zi hamma odam la ilaha illalloh deb o'zi iymon etgan, ashundaq bir jamiyat deb tushunadi. Ammo Qur'oni Karim bilan hech qanday aloqasi yo'q bu jamiyatning. Qur'oni Karim nima deydi degan vaqtda, Qur'oni Karimdagi islomiy jamiyat har qanday din, har qanday mazhab va har qanday millat bo'lishidan qat'iy nazar bir davlatning ichidagi. Shu yerda shu davlatning qonunning oldida barobar yashay oladigan, hech kimning diniy e'tiqod sababli bir-biriga dushman bo'lmaydigan, ayrim millat bo'lish sababli o'z dushman bo'lmaydigan bir jamiyatni barpo qilish. Mana bu islomiy jamiyat degan gap. Bu nereden bilamiz degan vaqtda Qur'oni Karimning bu oyatlarga asosan va Payg'ambar alayhissalomning o'z vaqtida qurgan davlatiga asosan buni bila olamiz. Masalan, Payg'ambar alayhissalom zamonasida Payg'ambar alayhissalom Makkadan Madinaga hijrat qilib kelgan vaqtida Madina ahdnomasi degan o'zi bir ahdnomani tuzuydi. Bu ahdnomining ichida musulmonlar va mushriklar va yahudlar va oz sondagi xristianlar va shularning hammasi nima degan vaqtda hammamizniki diniy e'tiqodimiz o'zimizga. Payg'ambar alayhisalom o'zi chiqarib olmaydi bu prinsipning o'zini. Qur'oni Karimda lakum dinukum valiyadin degan oyat bo'lganligi uchun uni shu bo'yicha ish qiladi Payg'ambar alayhisalom. Shu yerda hammamizning diniy e'tiqodimiz o'zimizga, Alloh va o'zimizning orasidagi ish. Ammo mau o'z Madinadan iborat shahar, hammamizning o'rtaq shahari. Uning uchun biz bu yerda bir-birimizning diniy e'tiqodiga hurmat qilgan asosda va bir-birimizniki milliy kimlikka hurmat qilgan asosda mushani tinchligini birga qo'g'daymiz va barobar yashaymiz. Hech kim ustun emas va tuvan emas degan o'zi bir nimaning o'zini ahdnomini tuzuydi. Bu ahdnomi islom
ya'ni islomni vujudga chiqarishniki birinchi qadamdagi o'zi asosi bo'lib qoladi. Payg'ambar alayhissalom keyingi zamonlarda masalan Madina atrofidagi nurg'un qabilalarning o'zini nima qiladi? Halqi shu ahdinomaga qo'l qo'ydirdi. Ularniki ichida bir qism, shu qabilaning ichida bir qism insonlar iymon etgan bo'lsa-mu, lekin nurg'unlari iymon etmay o'zining e'tiqodida qolib qoladi va u halqi davlatga boj to'lash nima so'la shart bilan. Keyin masalan Makkani fath qilgan vaqtidami Makkada Abu Sufyan boshchiligidagi Umayya sulolasi islomni qabul qilmasdan islomni qabul qildi. Ya'ni islomni qabul qildi degani tinchlik ahdinomasiga qo'l qo'ydi. Bo'ldi. Biz ham din sababidan, chunki payg'ambar alayhisalomga qo'shib nurg'un o'zi mu'minlarning o'zini Madinadan qo'g'layotgan shu vaqtda, shuning beshida Abu Sufyan bordi, shu qo'g'laganlarniki beshida. Chunki Abu Sufyan deganda u Makkaniki boshlig'i edi shu vaqtda. O Makkani fath qilgandan keyin ular o'zimizning dinda qolib qolamiz va seniki nima davlatga biz o'zi sen belgilagan bojning o'zini vaqt-vaqtida to'laymiz degan shart bilan o'zi tinchlikqa qo'l qo'ydi. Bu yerda o'zi Qur'onda nurg'un oyatlar bor. Saraliq birinchi arablar to'g'riliq va qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna va lamma yadkhulul imanu fi qulubikum degan o'zi bir oyatlar bor. Ya'ni Saraliqning Makkani fath qilgandan keyin endi bo'ldi bu Muhammadning oldida biz o'z putarab turamayotganmiz deb atrofdagi nurg'un Saralning o'z qabilalar kelib shu tinchlik kelishimiga qo'l qo'ydi. Qo'l qo'ygandan keyin ular amanna deydi ba'zilari. Amanna degan vaqtda Qur'onning o'zi oyat nozil bo'ldi. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna deydi. Ya'ni sizlar o'zi amanna demanglar, aslamna denglar deydi. Aslamna deganning o'zi taslim bo'ldik denglar. Taslim bo'lishning o'zi ham bu tinchlik uchun hasbi qo'shqanlik bo'lib hisoblanadi. Chunki ular taslim bo'lmagan taqdirda u ikki taraf suqishilgan gap, qon to'kildigan gap, ikki tarafda nurg'un odam o'ldigan gap. Shu qon to'kilishniki shu o'limning oldini olib, bo'ldi, biz sening hokimiyatingni qabul qildik. Sen o'zi qo'ygan bojni biz o'zi to'laymiz vaqti-vaqtida. Ammo biz o'zimizniki e'tiqodni qilib qolamiz deb nurg'unlar o'zining e'tiqodini qilib qoliqliq. O qabilaning ichida bir qism odamlar, oz sondagi bir qism insonlar o'zi islomni yana iymon etib, biz mu'min bo'ldik deb iymon etganlar bo'lgan. Buniki uch nemiz dalil isbot qachon chiqdi degan vaqtda payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgan vaqtida bir qism qabilalar biz bu kelishimning o'zini Muhammad el tuzgan, Abu Bakr el tuzmagan buning o'zini. Endi biz bu bojni Abu Bakrga bermaymiz deydi. Degandan keyin Abu Bakrning o'zi agar payg'ambar alayhissalomga bir o'g'loqchalik narsani berib, mol kelganchalik bermasa, men uningga qarshi kurash qilaman deb o'tirib chiqib, askarni tortib berib, ular bilan urush qilib, ularni qoidadan o'zi bosh egdirdi. Qoidadan taslim bo'lishga majburlaydi, ular taslim bo'ldi, qoidadan o'zi yana o kelishimga qo'l qo'ydi. Shuni yana shu islomiy jamiyatning ichiga kirgan bo'ldi. Yani İslam dese bu yerda biz la ilahe illallah deb o'zi Muhammedur Rasulullah deb o'zi iymon etgan odamni musulmon deymiz deb qaraydi nurg'un odamlar. Bu bunday emas. Musulmon bo'lish ayrim bir narsa, mu'min bo'lish ayrim bir narsa. Mu'min deganning o'zi ishonish degan gap Allohga, Allohning kitoblariga, farishtalarga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga ishongan odamni mu'min deymiz. Endi bu yerda tinchlik uchun qo'l qo'ygan, tinchlik uchun hasbi qo'shgan odamlarni degan vaqtda uni muslim deymiz. Ya'ni shu yerda nimaning o'zi Abu Sufyanni o'sha tarixiy kitobda musulmon bo'lgan deb deydi. Amaliyotda u to'g'ri. Nima uchun degan vaqtda Abu Sufyan iymon etmagan, Allohga ishonmagan, payg'ambar alayhisolamning payg'ambarligiga ishonmagan. Va lekin u yerdagi payg'ambar alayhisolam qo'ldagi tinchlik kelishimiga qo'l qo'ygan. Qo'l qo'yganligi uchun u o'zi tinchlik kelishimiga qo'l qo'ygan odam musulmon bo'ladi degan gap. Bu musulmon bilan mu'minning orasidagi farq mana bunda. Musulmon deganda jamiyatning tinchligi uchun hasbi qo'shgan, uni qo'l qo'ygan odamlar bu musulmon bo'ldi. U qaysi din, qaysi mazhab bo'lishini qat'iy nazar
Onun dini e'tiqodiga hech qanday aloqasi yo'q. Mo'minchi degan vaqtda mo'min Allohga, farishtalarga, kitoblarga, ya'ni Allohning kitoblariga, payg'ambarlarga va oxirat kuniga ishongan odamlarning o'zini uni mo'min deyildi Qur'onda. Yani hozirgi o'zi mo'llinniki arayanmayotgan yeri shu. O nima degan vaqtda musulmon bilan mo'minni arayanmaydi odatda. Mo'minlar yashaydigan jamiyat bilan musulmonlar yashaydigan jamiyatni ham arayanmaydi. Shunga bu yerda iymon etgan bo'lishi lozim. Agar islomiy jamiyat bo'lsa, hamma odam iymon etgan bo'lishi lozim deb qaraydi. U islomiy jamiyat, Qur'oni Karim ko'rsatgan islomiy jamiyat bunday emas. Ya'ni tinchlik uchun o'z hasti qo'shgan yoki shu tinchlikka taslim bo'lgan bu insonlarning hammasi bo'lsa, shu islomiy jamiyatda yashagan insonlar bo'ldi. Ular tinchlikka hasti qo'shgan bo'lsa, u musulmon bo'lib atlayverdi. Uniki mo'min bo'lishi o ikkinchi bir masala. Ya'ni bu yuqorida buni deb o'tdik, shu 79-sonda. Endi uchinchi bir masala var. Uchinchi bir masala nima degan vaqtda shariat. Shariat nima qilgan narsa bu degan vaqtda bir jamiyatda tinchlikni barpo qilib bo'lgandan keyin u tinchlikniki davomli tinch bir jamiyat bo'lishni kapolatga ega qilishniki tub asos prinsipi qonun. Ya'ni bu shariat Allah Taala Qur'oni Karimda ko'rsatgan prinsiplarga asoslanib turib chiqargan jinoiy ishlar qonuni, ixtilof qonuni deganga o'xshash nurg'unlagan qonunlar va mana shundaq jamiyatdagi amaliy ahvol qarta u qonun tuzaydigan gap. O qonun bo'yicha insonlarning o'zini hammasini barobar qonun oldi, barobar boshqarib, adil boshqarib mang'ani o'zi qonun oldi hamma odam barobar yashay oladigan bundaq holatni shakllantirish. Bu nima degan vaqtda bu shariatdagi qonunniki nimasi bo'ldi? Bu qonun faqat shu yerdagi islomiy jamiyatning o'zini. Ya'ni tinch bir jamiyatni davomli tinch o'zi davomlashtirishniki kapolati bu hisoblandi. Ya'ni u yerda tinch bir jamiyatga buzg'unchilik qilgan insonlarni shariat, ya'ni qonundan iborat, ya'ni Qur'oni Karimdagi prinsiplarga asoslanib chiqargan qonunga asoslanib turib, uni jazolash, uni qilgan ishniki eg'ir yenilik qarta jazolash bilan u jamiyatniki davomli tinch bir jamiyatligining o'zini davomlashtirish, ya'ni shariatga bog'liq bo'ldi. Ya'ni qonunga bog'liq bo'ldi. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda nima deydi degan vaqtda Sura Maidaning 4-oyatida va anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi va muhaiminan alayhi fahkum baynahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja wa law sha'a Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi taxtalifun degan mush oyatning o'zida shir'atan va minhaja degan mush oyat, mush kelima yana nima degan vaqtda likullin ja'alna minkum shir'atan va minhaja deydi. Bu nima degan vaqtda har bir toplum, har bir davlat olsun, hozirgi vaqtda ham toplum ayrim toplum yaşamaydi. Davlat dunyo davlat yaşayotdi. Unda bo'lgandiki har bir davlat uchun o davlatning o'ziginiki amal ahvoli qarta shariat, ya'ni qonun chiqarish huquqini Alloh taolo berganligini o'zini bayon qiladi. Ya'ni bu qonun chiqarish huquqi degani o'zining beşikçi emas, boy deganga o'xshash Qur'oni Karimdagi prinsiplarga uyg'un keladigan. Holatdagi bundaq o'zi nimaning o'zini, ya'ni adil qonun degan gap mana shu vaqtda adil bir qonunning o'zini chiqarish, shu davlat, har bir davlat o'zining amal ahvoli qarta onda huquqni berganligi va shu qonun orqali shu yuqorqi mana fahkum baynahum bima anzalalloh degan oyatniki nimasiga asosan Alloh tushirgan narsa bilan, ya'ni Alloh tushirgan narsa bilan degandan Qur'oni Karim bilan degan ma'no chiqadi. Ammo Qur'oni Karimda butun hamma narsa to'g'riliq hukm yo'q. O hükümni qayerda topamiz degan vaqtda Qur'oni Karimdagi shu prinsipga
ishlarni sep turib, u yerdan hukmning o'zini chiqarib, anadan keyin o'zi insonlarga nima qilgan gap. Uningga nima kerak degan vaqtda shu prinsiplarga asosan chiqarilgan qonun kerak. Çünkü Allah Teala bu yerda prinsipga asoslanib turib chiqargan qonun bilan shu o'zi jamiyatni, tinch bir jamiyatni boshqarish va uniki tinchligining o'zini davomlashtirishning o'zini buyuryapti. Demak, Qur'oni Karimning tub maqsadi nima ekan degan vaqtda hamma odam barobar yashay oladigan tinch bir jamiyatni barpo qilish va tinch bir jamiyatni barpo qilib bo'lgandan keyin uniki tinchligini qo'g'dash va uni davomlashtirish uchun nima kerak degan vaqtda adil bir qonun, yani Qur'oni Karimning prinsipiga asoslanib turib chiqargan adil bir qonun kerakligining o'zini bayon qildi. Yani her bir toplum o'ziniki amal ahvoliga uyg'un keladigan holatdagi bir adil qonun chiqarish orqali jamiyatdagi yana şu davlatniki bütün fuqarolar hammasi şu qonun oldida barobar yashay oladigan bir jamiyat barpo qilish. Yani bunun o'zi Qur'oni Karimdagi talab ekanligining o'zini yoki buyruq ekanligining o'zini bildirdi. Yana Sura Shura'niki 10-oyatida Şer'a lekum mined-din ma vassa bihi Nuha vellezina evhayna ileyke ve ma vessayna bihi İbrahim ve Musa ve İsa en aqimud-dine ve la teteferraku fihi. Degan mush oyatning o'zida Allah Taala Nuhga, İbrahim, Musa, İsa'larga vasiyat qilgan o'zi din bilan her bir o'zi millat yoki her bir toplum o'ziga bir shariat, bir qonun chiqarishning o'zini buyurganligini, shunday bir huquqni berganligining o'zini bayon qiladi. Bu orqali nima ish qildi? An aqimud dine. Dinning o'zini barpo qilish. Allohning dini nimada? Allohning dini Qur'oni Karimdagi tushuntirishi bo'yicha islom. Al-yawma akmaltu lakum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islam dina. Deydi Allah Teala. İslam'ni din qilganlikqa men rozi bo'ldim deydi. Bu nima degan gap degan vaqtda islom deganning o'zi hamma odam barobar yashay oladigan, xotirjam yashay oladigan bir jamiyat quradigan bir tuzum. Mush tuzumning o'zini barpo, mush tuzumni jamiyatni barpo qilsa, Alloh ashundan rozi bo'lganligining o'zini buni bayon qilyapti. Yani Peygamber Aleyhisselam asla hamma odam la ilahe illalloh Muhammed Resulullah deb iman etsin. Allah'ın kitabı'nınki kitabı işinişke, kıyametki işinişke, perişteki işinişke iman etsin deb oturup aşının karta köreş kılan bunda bir nersi yok. Kur'an-ı Kerim'de nemesi boyunca Peygamber Aleyhisselam ve bütün peygamberler nemi için köreş kılan diye vakta bütün dindikiler, yani her kandak din, her kandak mezhep ve her kandak millet bir cemiyet yaşayan, yani her kandak türdeki insanlar hiç birisi yani birisindeki dini itikadıga ve milli kimlikке hakaret kılmagan, hücum kılmagan şart asla insanlık noktasından beraber tinç yaşaşının özü yaşaş üçüncü köreş kaldığını bildirdi diyen. Yani bütün peygamberler moşun için köreş kaldı diyen. Yani İslam neymi bildirdi bu ayet diye vaxtda? Moşun noktasında etken vaxtda mı? Tinç bir adil insanlıkını asas kılan bir cemiyet kuruşunun özünce asas kıldı diyen gap. Şeriat şu tinç cemiyetinin özünü davamlı tinç tutup duruş ve tinçliğini davamlaştırış için çıkarılgan bir kanun ekanligini özüne gösterdi diyen. Yani biz gelecekte inşallah Şarkı Türkistan ibaret bu devletni kurgan vaqtda devletniki kuruluşu bir itikadning üstüge emas, bütün cemiyetni quchoqlagan, bütün cemiyetteki her millet ve her özü dini itikaddaki insanların hammasini o'z ichiga olgan, hammasindagi diniy e'tiqodi hurmat qiladigan, milliy kimlik hurmat qiladigan va birisi yana birisiniki diniy e'tiqod va milliy kimlikka hujum qilmaydigan bir jamiyatni qurish va uningga adil bir qonun chiqarib, bütün o'zi qaysi din, qaysi mazhab ya qaysi millat bo'lishini qat'iy nazar hammasi adolat oldida, ya'ni qonun oldida barobar yashay oladigan bir jamiyatni qurish bu Qur'oni Karimniki, yani Allah Taola'nın mana aytgan chaqda
maqsadi degan gap insonlarga o'zi Qur'on tushirishlik maqsadi mana shu deydi. Endi nurg'un qarindoshlarimizni kallasini qalaymaqon bo'lib ketishi mumkin buni anglagandan keyin burungi darslarda jiq o'zi buni so'zildik. Ammo hozirgi ana atalmış deyli mana aytgan vaqtida atalmış islom bilan Qur'oni Karim ko'rsatgan islomning orasida hozirgi vaqtda mundaq muloyiza qilgan vaqtida hech qanday aloqa yo'q. Qur'oni Karim asos qilgan, nishon qilgan islom bilan hozirgi atalmış islom hech qanday o'z bir-birisining orasida undaq aloqa yo'q buniki. Nima uchun degan vaqtda Qur'oni Karim nishon qilgan islom bütün insonlar insonlik nuqtasidan barobar yashash, bir-biriniki har turli e'tiqod va milliy kimlik har sohasiga hurmat qilgan asosda insonlik nuqtasidan barobar adil bir qonun ostida barobar yashashning o'zini asos qiladi. Ammo atalmış islom degan vaqtda iymon etmagan insonlarni o'ltirish, erlar va ayollarniki huquqini farqli qarash, huquqlariga farqli qarash misol o'xshash o'zi sanab tugatib olmaydi buning ichidagi nimaning o'zini, adolatsizlikning o'zini. Shuning uchun bu yerdagi atalmış hozirgi islom bilan hozirgi shu biz musulmon deyotgan, islom davlat qurimiz deyotgan, uningki tushunchasi islom bilan Qur'oni Karimniki ko'rsatgan islomining o'rtasida hech qanday o'zi bir munosabat yo'q. Ya'ni qarama-qarshi. Qur'oni Karim nishon qilgan islom insonlarni axloqli bo'lishga, bir-birini hurmat qilishga, adil bo'lishga, rostchil bo'lishga buyurdi. Atalmış islom degan vaqtida o'ziniki e'tiqodiga o'xshamagan insonlarni o'zini haqorat qilishga, dushman tutishga, uni o'ltirishga ish qilib sanasak, ish qilib kech kunduz sanasak necha kun tugamaydigan darajada mana shunday narsalar bor endi. Adolatsizlik haqida. Shuning uchun bu yerdagi islom degan bir og'iz so'zni tushungan vaqtidami bu hozirgi islomga qat'iy to'g'ri kelmaydi. Hozir misol Suriyada qurgan davlatning o'zida nurg'un odamlar qaraydi, bu islom davlati quramidi, islom deganni endi kelmas ketdi deb o'zi to'plab shunday gap qilgan insonlar bo'ldi. Islom asla kelmas ketmaydi. Bütün insoniyat islom uchun kurash qiladi. Nima uchun degan vaqtda har qanday bir inson yoki har qanday bir to'plum tinch bir jamiyat uchun jamiyatni ko'rishni va tinch bir jamiyat yashashni xohlaydi. Bu har bir inson va har bir to'plumniki bir orzu, muddaosi bo'lib hisoblanadi. Bütün dunyo men shuning uchun kurash qildi. Demakki, bütün insoniyat islom uchun kurash qiladi degan gap mana bu vaqtda. Ammo asla bu halqi geleneksel bu o'zi atalmış islom bunga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni hozir devatda mana nimaning o'zida mana shu sosyal medyada nurg'ulgan narsani devatda, masalan, g'arb davlatlari islomdan yiroq. Ya'ni islom davlati qurmasdan islom davlati qurmagan asosda yani demokratik bir davlat qurishning o'zini masalan Suriyaga başning o'zini tavsiya qilibdi. Aslida bu g'arb davlatlari nima qiladi desa, hamma dindikilarni o'xshash bir nimaga o'zi huquq jihati barobarligini kafolatga ega qiladigan shunday bir tuzumning o'zini masalan Suriyaga shunday tuzumni akilsa deyishi nima degan vaqtda aslida bu g'arb davlatlari u yerga islom davlatini qurib berish uchun qilyapti uni. Haqiqiy islomni o'ttirib chiqarish uchun. Chunki hamma odam huquqda barobar, hamma odam o'z bir-biriniki diniy e'tiqod, mazhablarga, millatiga haqorat qilmaydigan bir jamiyatni barpo qilish orqali shunday bir o'z davlatni qurishga bularni qilgan bo'lsa, demakki bu islomniki maqsadi degan gap. Qur'onning asosiy maqsadi shu degan gap. Demek şu bizde
İslamga bolgan eniqlama, İslamga bolgan düşünçe. Endin musulmonlikqa bolgan düşünçenin böyle çalgıtılıkları tüpeyleden asli bulaş tegiş narsadan qo'rqayotgan gapda o'sha. Albatta. Ya'ni molni tonimayapmiz biz. Hmm. Markaga eslab ichidagi molni tonimagan ekan, aşağıdan çıkarırız bu xabarlarni. Endi Bu Peygamber Aleyhisselam zamanında İslam moşu boyunca moşu bayetin deyilgen boyunca Kur'an-ı Kerim ayda kösetken boğaşka Peygamber Aleyhisselam şu boyunca icra kılan Ebu Bekir Umar'ın zamanında mı hiç kandak bir yerde katlam kılış ve keza işleri yüz vermeyen misalda. Fakat karşı çıkan Kural kötegenlerinin özüne öltegen, bu onu öltemezse karşı tarafını öldürdüğün gap. Onun için onu öldürüş mecbur kaldığın gap. Ama ondan keyin Hazreti Osman'daki zamanından başlap, keyin o'zi Umayya sulalisi yana boshlangandan başlap lekin İslamni bir sil degandek bir marka qilib olgan, bir bayroq qilib olgan. Ana shu bayroqning nomi, bayroqniki ostida ular anti islom, hozirgi nima bo'yicha islom qarshi o'zi ish bo'lgan. Ya'ni butunlay o'zi millatchilikning o'zini o'ttirib qo'yib, arab bo'lmagan millat, arabdan to'van turadigan, arab bo'lmagan millat davomli shu arabning chakiriga o'xshash, qulga o'xshash hisoblanadigan, misol shu Hidoya Sharvaqay degan kitoblarda bor. Mavali degan bir yomon uzun bir bobli bor misol. Mavali deganni qul degan gap, mana qullar degan gapda. Ya şu yer nurgulluğun o'zi narsalar bor. Arab bo'lmagan millatlarniki mavali hisoblanadiganligi haqida. Va keyingi zamonlarda bu kamsizlikka uchragandikin, shu arab yerim oralida hattoki mamluklar degan bir davlat qurilgan. Mamluklar degan nima? Qullar davlati degan gap. Ular vaqtida. Demak, bu yerda keyingi zamonlarda xudalqi Yahudlarga o'xshash, Yahudlar biz shu dunyodagi hamma millatdan üstün turgan millet biz deb özünü bazağa salgan o'xshash bu arablarmi o'zini nihoyat ulug' ko'rsatib, hattoki nurg'ulga rivoyatlar bor. Takallum nima? Ta'allamul arabiyyata va allimuha an-nasa fa innahu lisanullohi azza va jalla yawmal qiyamah degan shunday rivoyatlar bor misolda. Arabchani o'rganinglar, boshqalarga o'rgatinglar, chunki u qiyomat kuni Alloh taolo so'zlaydigan til. Allah demakki Xudo Arab devetmegen ama aşnaga apaganda bular. Şunun için bu yerdeki narsa nima degan vaqtida Umayya sulalisi zamonasidan boshlab Arab millatchiligi o'tirib chiqqan, Arab millatchiligi o'tirib chiqqandan keyin bu arablar o'ziniki burunqi Payg'ambar alayhissalomdan burunqi shu o'zining dinining o'zini qayta, o'zining madaniyati, urf-odatini hammasini din deval turib, din qilib ko'rsatish orqali boshqa millatlarga shuning o'zini tangan. Misol, Arabning sallisi hozirgacha bizniki mollalar shuni kiyib turib namoz o'qiydi, imomlari. Arabning kiyim-kechaklari, Arabning soqollaridan tortib hamma narsaning o'zini ko'chirib akveliklik. Shuning o'zini din deb hattoki saqli bor odam, saqli yo'q odamga nisbatan namoz o'qish qanday savob bo'lganligi nurg'ulg'an ayndaq o'zi salla o'rab turib o'qigan odam bilan salla o'rmay o'qigan namozning farqi degandek nurg'ulg'an ayndaq farqlarni hadislar orqali o'tirib chiqarish orqali demakki arabniki madaniyatlarini shu madaniyatni qilsa savob bo'ladigan nom bilan boshqa millatlarni assimilyatsiya qilish maqsadida shunday o'zi ishlarni olib borgan. Bu asla şu dersliklerinin bazılarında şu örf adetinin dinde yeri varken digizgende. Yana yig'ib aytgan vaqtda Arabning urf-odatining hammasi din bo'lib ketgan. Urf-odat, madaniyatlari asosan din qatoriga kirib bo'lgan. Yana bizning hozirgacha mo'llinni deydigan gapida dapchasang bo'ldi, dutatdan bir chasang bo'lmaydi degan nima deb tushuntiramiz misol. Arabning defin chasa bo'ladi-ki, Uyg'urning dutatdan birin chasa bo'lmaymish. Demakki bu Arabning hatto musiqa asboblarini tortib hammasi dinning ichiga kirib bo'lgan degan gap. Şuna şu
örf adetning dinda yeri bor ekan degan jumlani anglagan vaqtimizda tilimizni yig'mash charimiz yo'q bo'ldi ekanda. Biz He. uzoqda shu dinni izlanayotgan vaqtimizda anglagan so'zlar dedida, o shundaqmi ekan? Ha, shuning uchun andakinda deb örf adetlarini, ya'ni arablarning örf adetlarini din nuqtasidan qarashga majbur bo'lgan ekanmiz. He. Doğru. Eslab baqsak. Bugungi nimada muhim bo'lgan narsa shu oldingi tema bilan bog'lashtirib keladi. Hisobda musulmonlik bilan mo'minlikning farqini, islom bilan iymonning farqini ro'shan ifodalab tushuntirilgan bo'ldi. Muhim narsa nima desa, bizda ikkisini aralashtirib olganligimizdan bo'lgan ekanda. Ya'ni musulmon bo'lmay turib mo'min bo'lmaydi degan bir nimamiz bor edi bizda eski tushunchamiz bor. He. Aslida mo'min bo'lmay turib musulmon bo'lmaydi ekanda. Chunki iymon etish avval shart ekan. Endi her qanday mo'minning o'zi musulmon deb qaralmaydi. Ha. Musulmon degani tinchlik, islom degani o'zi tinchlikni barpo qilish degan ma'noni bildirdi. Musulmon deganning o'zi tinchlikni barpo qiluvchi, tinchlik uchun kurash qiluvchi degan nurg'un ma'nolari bor. Demakki bir mo'minning o'zi Allohga, Allohning kitoblariga, farishtalarga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga ishongan, namoz o'qigan, ro'za tutgan shunday bir odam o tinchlikni buzsa, o odam mo'min mufsid bo'ladi, musulmon bo'lmaydi. Buzg'uncha. Buzg'unchi bo'ladi. Uning o'zi o mo'min bo'laversin, o shu buzg'unchilik qilganligi sababi bilan uningga shu loyiqida jazo beriladigan gap, misol. Ya'ni bir odam iymon etmay turib, tinchlik uchun kurash qilgan bo'lsa, tinchlikni barpo qilish uchun o'zi his qo'shgan bo'lsa, u odam mo'min emas, musulmon bo'la oladi degan gap. Xuddi Abu Sufyonga o'xshash, misol Abu Sufyonning o'zimi iymon etmagan odam, ammo payg'ambar alayhissalom o'tirib qo'ygan o'zi kelishimga qo'l qo'ygan bir odam. Boshqa nurg'un masala yeshil lazım. o'qigan oyatdan misol وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا degan mush oyatning o'zidimi? Nima degan vaqtda u odamning o'zi iymon etmagan, ammo tinchlik kelishimiga qo'l qo'yib bo'ldi, sizlar birga yashaymiz. Sizning deganingni qilamiz, hokimiyatga bo'ysunamiz. Deb o'zi o taslim bo'lganligi uchun ularning o'zimi ham musulmon bo'lganligini bildirib degan gap. Ammo ularniki o taslim bo'lganligi uniki Alloh ishonganligini ko'rsatmaydi degan gap. O Alloh ishonganlik bo'lmaydi. O'lqi faqat shu yerda tinch yashash uchun shu kelishimga qo'l qo'yganlik hisoblandi. U musulmon bo'lgan bo'ldi, ammo Alloh ishonish o ayrim bir masala degan gap. Çünkü bu yerda her qanday bir musulmon mo'min bo'lish mumkin emas. U mo'min bo'lish uchun ayrim, ya'ni o shu Qur'onda ko'rsatilgan 5 asosiy prinsip Allohga, Allohning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga ishonish bo'lgan vaqtda u mo'min bo'ladi. Tinchlik uchun o'zi kurash qilgan yo tinchlikka his qo'shgan bir odam bo'lsa, ham musulmon bo'ldi. Mo'min musulmon bo'ldi vaqtida. Eğer onunla göre o ben iman ettim, hem kapırlarını öldürürüm diyen bolsa o mümin oldu. Ama özü Müslüman bulamagan oldu yani. Çünkü tinchlikni buzgan bir mufsid olgan oldu hem de. Çünkü bu yerde neymi diye vaqtda musulmonlik ayrım bir narsa, mo'minlik ayrım bir narsa degan gap. Qur'oni Karimda mo'min bo'lib hamma odam Allohning bu işinip andaki ülonla diyen hakkında bundak bir buyruk, bundak nersi yok. Ama Müslüman bu ölüş doğruluk Kur'an'da ayet var. Müslüman buluş diyenin özü cemiyetke tinchlik barpo qilish uchun kurash qilib ülonla degan ma'noni bildirdi bu. Undaqda şu mo'minlik mo'min musulmon bo'lmasligi mumkin. Ammo musulmon mo'min bo'lmasligi mumkin. Albatta. Manda deb xuloslasak, o'sha taxmin aniq ro'shan bo'ldi ekanda. Masalan bir Yahudi
dunyoning tinchligi uchun yoki bir jamiyatning tinchligi uchun kurash qilibdi, u musulmon deymiz. Musulmon Yahudi degan gap bu. Nima uchun degan vaqtda u bir o'zi jamiyatning tinchligi uchun hassa qo'shgan Yahudi degan gap bu. Bu bu hozir misolan shu musulmonlikning aniqlamasini hozir bu shaklda bergan vaqtimizda dining nima men musulmon degan so'zni qayta o'ylanish tegishli ketgan. Dunyodagi butun dunyodagi tushunchada musulmonlik shu xato izohlanganligi uchun mening dinim islom, kimligim musulmon shaklida bunda deydi-da. Men musulmon deydi-da. Asli ishonguchi bo'lsak, men mo'min, dinim islom, qilgan ishim tinch bir jamiyat barpo qila olgan bo'lsam, o zaman men musulmon bo'la olaman, bo'lmasa musulmon bo'la olmayman. Albatta. Deyilish kerak ekan. Şoň bu ýerdeki islom degan vaqtda Payg'ambar alayhissalomniki aş etrapidagi aş tarixni hammasini o'qisa, nurg'un narsa bor bu yerda. Mundaq o'qib o'tgancha insonlar. Uni yaxshilab o'qigan vaqtda Abu Sufyonniki misol Payg'ambar alayhissalom Makkani fath qilgan vaqtda birinchi kuni sizniki Allohniki birlikka ishindigan vaqtdan kelmadimi degan vaqtda agar bir qancha Xudoning gapini qilgan bo'lsang, men o'ylashib baqatdim deganning o'zi aslida o halqi Makka mushriklari hammasi ko'p Xudoga cho'qinib kelgan. Shuning uchun Makkaning Kabening ichida 360 tani but bo'lganda ko'p narsaga ko'p tangriga o'zi cho'qinib kelgan bo'lg'ashqa bir qancha ilohning gapini qilgan bo'lsang, men o'ylashib baqatdim deganda, ertasi meniki payg'ambar ekanligimni e'tirof qilgan vaqtdan kelmadimi degan vaqtda bu to'g'riliq kallamda kichkina sen payg'ambarmi emasmi degan to'g'riliq bir shubha bo'lgan bo'lsa, men bu to'g'riliq o'ylashib baqatdim deydi. Demak, u payg'ambar alayhisolamning payg'ambarligiga, Allohning birligiga ishonmaydi Abu Sufyon. Lekin ashuning o'zini musulmon deydi. Nima uchun degan vaqtda payg'ambar alayhisolam shu yerda qo'ldagi kelishimga shuni qo'l qo'ysa, xolisang din yana Allohning payg'ambariga ishonsa, xolisang ishonmaysa o'zingning shaxsiy ishi. Lekin ma'ni qo'l qo'yish majbur. Qo'l qo'ymasang seni o'ltirma degan gap. Chunki u islomga kirmagan odamni o'ltirish bu yerda Qur'oni Karimda belgilangan. Nima uchun degan vaqtda islomga kirmagan odam tinchlikka kirmagan odam degan gap. Tinchlikka kirmagan odam tinchlikni buzdigan odam degan ma'noni bildirdi. Mufsud etken. Mishada yana bir savol paydo bo'ldi. Men darslardagi tushuntirishlarni asosan azm qila oldim. Bir yere Peygamber Aleyhisselam Mekke'ni fethi qilgan chog'da Kabe'dagi 360 necha butni chiqib tashlaganlik to'g'risida nima bor? O zaman taqozo qilgan narsa nima? Halbuki e'tiqod sabablik bo'lmasligi kerak bo'lsa. Bu Kabe'niki selinish maqsadi u yerda Alloh ibodat qilish uchun selingan. Payg'ambar Ibrohim alayhisolamga haqidagi oyatlarni o'qigan vaqtda o keyingi zamonlarda u butxonaga aylanib qolgan. Aslida u Alloh ibodat qilish uchun selingan bir o'rin. Uning uchun uning o'zini asliga kelganda u yerda. Bo'lmas payg'ambar alayhisolam butun o'y minib yurib, xalqning uyidagi butlarni chaqqanlik haqida hech qanday oyat yo'q Qur'onda. Rivoyatmi yo'q. Faqatla shu Kabe'dikini chaqqan. Onundan keyin o neminiki bütün payg'ambarlarniki ishlari açtaq. Payg'ambar alayhisolamniki zaten shu burun payg'ambarlarga o'xshab ketdi. Bir yerga bir narsa jamoatni yig'ib ibodat qilish asli o islom dinida belgilangan narsa emas. Chunki hamma odam o vaqtda hamma odamning uyida shu halqi mushriklarniki uylarda hammasini uyda qandaq butni xohlasa shundaq butning o'zini yasab uyga akirib olgan. Uning qandaq cho'qinsa payg'ambar alayhisolam bo'lsin yoki sahobalar bo'lsin hech qanday birisi uning aralashgan bir yeri yo'q. Ammo u yerga jamoatni akilib u halqi Kabe'ning ichiga 360 tane butni akib qo'yib turib, u yerda pul tepishga bir o'zi yo'l nem qilib, butun atrofdagi insonlarning o'zini ashaga o'zi pul topilgan bir manba qilib u yerda ashunday qilib olgandan keyin uning o'zini cheqib tashlaydi. Uni ma hajning bobi kelgan vaqtda uni so'zlamayotimiz hozir shu ko'tarolmaydi bu haqda debchi. Bo'lmasa bu hajniki masalasida nihoyatda masjidning masalalari, hajning masalalarida bu nihoyatda ochiq so'zlandi aslida. Shahadiyanda bir kallam bir narsa kelib qoldi. Acaba shu Kabe'dagi 360
60 but, yani şu çağdaki butlar, şu çağdaki mevcut tüzümlerge tesir ko'rsatadigan bir tarafı bor o'g'ymidi. 360'dan butniki aşı Kabe'ge nima qilishi, to'planishi, Kabe'niki bir yani yoki Makka shaharini bir ulug'laydigan, hamma odam ashaga cho'qindigan bir holatni shakllantirganda, uning uchun atrofdagi insonlar ashaga masalan Madinadanmi haj qilib kelgan odamlar bo'lgan, payg'ambar alayhisalom shu haj qilib kelgan odamlar bilan kechida ko'rishganligi haqida shunday bir nima shu payg'ambar alayhisalom tarjima oldi bor-ku. Demakki bu nima degan vaqtda shu but orqali burunqi narsa, burunqi jamiyatni boshqarish usuli ashta bo'lganda tarixdan buyon. Chunki oqisiga bir ilohiy kuchni olib turib, agar sen boshqa qilmasang, ma Xudo ani qiladi, Xudo mani qiladi deb o'tirib, shu ilohiy kuchni qo'rqitish orqali andaq insonlarni boshqarish tarixdan buyon bo'lib kelgan. Hattoki hozirgi shu sufi insholarda voqealar hozirgacha davom qilib kelyapti-ku. Ammo Qur'oncha degan vaqtda bu ilohiy kuchning o'zini tamoman amaldan qoldirish. Ishasi bo'ldi. Qur'onda hech bir yerda Alloh insonning ishiga aralashmaydiganligi, hamma ishni inson o'zi qildiganligi, insonniki o'zining qilgan ishining natijasi o'ziga ya foyda ya ziyon keltirganligi haqida Qur'onda bunday bayon qilindi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, ilohiy kuchni shakllantiradigan, bir ilohiy kuch shakllantiradigan insonning engida. Bunday ya'ni yo'q qilib o'tishmi o'zi bir insonlar hammasi to'xta bu rost iloh emas ekan, buning hech qanday bizga foyda ziyon kelmaydi ekan. U vaqtda biz buning cho'qinishning hech qanday hojati yo'q ekan deb real dunyoga qaytib kelishga sabab bo'lgan gap bu. Qur'ondagi asosiy maqsad zaten yana bir maqsad nima degan vaqtda insonni ruhiy dunyodan ozod qilish. Bu yerdagi ruhiy dunyodan ozod qilib, real dunyoga, jismoniy dunyoga akilib, dunyodagi amaliy ishning o'zini qilish orqali insonlar o'zining baxt saodatini tiklash. Buningga tashabbus qildi Qur'on. Biraz materializmning puruq kelyotadi-ku. Albatta, uniki materializmniki nurg'un to'g'ri yerlari bor. Misol, xato yerlari bor, ammo nurg'un to'g'ri yerlari bor misol. Shu nimaning o'zida bu international she'r bor-ku. Ashliki ikkinchi ko'pildida men uni shu maktab vaqtida shunday bir qattiq yod etib keldim, esimdan chiqmaydi zodi. Ikkinchi ko'pildida deymi? Qul bo'lishni xohlamaganlar. Yo'q, qutqazg'uchi. Bir iloh. Xudo yo'lanmaymiz avliyoxonga. Yo'limiz faqat o'zimizga baxt yaratishda insonga deydi. Bu nima degan gap desa? Yo'q, qutqazuvchi bir Xudo deganning o'zida Xudo yo'q degan bo'ldi deb bizniki molla ashtaq anda qaraydi. Unda emas u yerlik narsa. Uni yozgan odam xristian odam. U Xudoni inkor qilgan odam emas. İnsonni Xudo qutqazmaydi degan gap bu. İnsonni Xudo qutqazmaydi degan gap. Yo'lanmaymiz avliyoxonga deganning o'zimi u masjid olsun, chirkov olsun, tapınaq olsun, undaq yerga yo'lanmaymiz. U yerdan bizga hech qanday foyda kelmaydi. Foyda kelmaydi yerdan. Yo'limiz faqat o'zimizga, o'zimizni kuchiga tayinamiz degan gap. Baxt yaratishdi insonga. Degan nima desa, baxtni Alloh yaratib bermaydi, inson o'zining baxtini o'zi yaratadi degan gap. Shu bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Alloh taolo Qur'onda yaxshi ish qilgan odam u yaxshilikning natijasini ko'rdi. Qur'onda turdi-ku, "Fa men ya'mal misqal zarratin khayran yara va men ya'mal misqal zarratin sharran yara" degan oyatlar bor. Va allaysa lil insani illa ma sa'a degan oyat bor misol. Ammo shu oyatning hammasi nima desa, inson zarrachilik yaxshi ish qilsa, uning yaxshi natijasini ko'radi. Agar zarrachilik yomon ish qilsa, uning yomon natijasini ko'radi. İnson nima ishqa qanchalik harakat qilsa, shu qilgan ishi qarta u natijasini, ya'ni u foyda ziyinni topadi degan o'zi oyatlar bu. Shuning bu yerdagi narsa nima desa, Alloh taolo koinotda hamma inson kerak bo'lgan hamma narsani yaratib berdi. İnsonga uni ishlatadigan aql, uning loyiq kuchning o'zini berdi. Ham bundan ortiq ishni bermaydi ekan-da. İnson bu yerda nima ish qilish kerak degan vaqtda shu kuchini, shu aqlni ishlatish orqali Alloh taolo dunyoda yaratib bergan, koinot yaratib bergan narsadan
to'g'ri foydalanish bu insonniki o'ziniki gadindagi ish degan gap. Asla onu Alloh taolo qilib bermaydi degan gap. Va ko'rman do'stlarimizdan bizdan bir savol ekan. Bayatniyaga tinchlik barpo qilamiz deydiganlar musulmon bo'lgan bo'lsa, undaqda Xitoylarmi musulmon bo'lamdi? Musulmon hisoblanamdi? Albatta, o yerdagi narsa nima degan vaqtda har millat o'zi uchun bir tinchlik o'ziniki tinchligi uchun kurash qildi, to'g'rimi yoki? Xitoyniki hozir o'zi kurash qilishi o'zining tinchligi uchun kurash qilyapti. Biz uning qarshi turishimiz, biz o'zimizning tinchligi uchun kurash qilyapmiz. Bu yerdagi narsani ayrim nima qilish o'zi bilib olish lozim. Ya'ni Xitoyning qilgani Xitoyga nisbatan o'ziga nisbatan to'g'ri. O'ziga nisbatan to'g'ri u. Ammo bizga nisbatan u xato. Bizga nisbatan u zulm qilyapti, zulm qilayotgandan keyin u xato degan gap. Şoň bu yerdagi narsa nima degan vaqtida u yerdagi tinchlik uchun kurash qilganniki ayrıldığı yerler oldu. Mesela bir devletin özde bir milletni ezip mesela Xitoyga o'xshash bir Uyg'urlar va boshqa millatning o'zini yo'qotib deb ashuna qirg'inchilik qilishning o'zi tinchlik uchun kurash qilgani olmaydi u. Biz bo'libmi biz uchun tinchlik uchun bizga nisbatan tinchlik uchun kurash qilganlik hisoblanmaydi. Yani mevada rüşen farqdan birisi oldi bilan tajovuz qilganlik, biznikini o'zining qilib olish ko'rishi. Ikkinchi bir muhim masala nima desa, o tarixda o'tib ketibdikan bo'libdi, xayr, Xitoyga peshonimizga tangilibdi. Bundan keyin Xitoy bilan birga yashasaqmi, yashaymiz deb, hech narsaga aralashmay bir tinch yashab qo'yishni plan qilib qurbon bo'lib ketgan necha avlod insonlarimiz bor-da. Albatta. Bu yerda sababi nima desa, adolatsizlikning qurboni bo'lib ketish bor. Bu yerda boshdagi degan gap nihoyat muhim bir gap. Bu nima degan vaqtda u Xitoy burun tutib bizning territoriyamizni Xitoy boshqarib kelgan emas. U bizning ayrim bir vatan, u ayrim bir davlat. U yerni birinchi Xitoy uni tajovuz qilib kirib, u yerni besib oldi. Tajovuzchi bu. İkinci degan vaqtda ikkinchi u tinchlikni barpo qilim deb biznikiga barpo qilmasin, o'zinikiga barpo qilsin. Ammo u tinchlikni barpo qildim deb u yerdagi narsa nima desa, u yerdagi o yerning egisi bo'lgan insonlarni yo'qotatim deyotgan gap bor bu yerda. Uning uchun buniki qilayotgan ishi o'zi uchun tinchlik bo'lishi mumkin, ammo biz uchun tinchlik emas bu. Biz uchun hech bir xotirjamlik bir narsa emas. Chunki bizning millatimiz asla o Xitoyning bu qilayotgan ishidan xotirjam bo'lgan bir yeri yo'q. Ama Xitoyning bu yerda burundan tartib bizga oshkor bo'lib kelgan tarafimiz nima desa, yolg'onchilikda bütün chiroyli niqoblarning hammasini o'ziga taqashqa yiqmaydigan. Masalan, tinchlik barpo qilish faqat uning og'zidagi shuari. Amaliyotda bütün tinchlikni buzg'uchi Xitoyning o'zi. Shu shuarga ko'taradigan Xitoylar. Buni bütün isbotlardan tushuntirib berish, real hayotimiz bilan, kechmişki tarixlarimiz bilan nurg'un misollarni keltirishimiz mumkin. Shunga bu jihatda Xitoylar hozirgi mushu xuy alfozi bilan biz programmada tilga olayotgan, sifatini bayon qilayotgan musulmonlik kategoriyasiga kirmaydiganligini aql egalari his qila oladi. Yana bir mishada bir narsa qo'shishni to'g'ri keldi. Yolg'onchilikqa nisbatan ayrim bir tema zaten bek muhimdek qildi. Çünkü bu ilgili Arap'ın günahlanganısı deydi, yani bizimle günahlanganısı deb günahlarninki manbasini, yani onasini deydi, jiq narsalarga atib boqatdi-da. Men shu keyingi hayotimda jiq his qilib boqdim. Shu menga bevosita ta'sir qilgan narsadan birisi shu yolg'onchilik degan xulosaga keldim men. Yani bütün günahni qilmoqchi bo'lgan inson yolg'onchilik tayanmay gunoh qilolmaydi ekan, xato qilolmaydi ekan. Doğru. Şuna bu yolg'onchilik haqida ayrim bir tema qilsak bo'lar ekan degan tushunchada men uni bepursumiz yerimiz kelgan chog'da deymiz. İnşallah. Yana bir qilishimizdan bilsa, ko'rmanlarimizdan bilsa, albatta shunday bo'lish kerakda, ammo ular o'ziga o'zi zulm qilyapti. Shunga ular sirtida, ya'ni biz da'vatgan temadagi musulmonlikning sirtida Xitoylarmi musofir bo'lyapti hozir.
o'zidagi adolatsizlik tufaylidan degandek shaklda bir inkos qoldiribdi. Hmm. Ya'ni bir narsani desak, katta esilib musulmon kategoriyasida bir narsa mush qilib tushir ekan deb ekilib uning hammasini beshtayoq haydaydigan bu xil ham xiyollikni galbonlikni deydi. Bek tartib biz tarixda endi bundan keyin ona biroz xotim berib, uning bir kategoriyasi bo'lsa, o kategoriyaning ishini to'shqizdigan yana nurg'un kichik katakchilarning bo'g'inidek tanlash ko'znaklarining bo'g'inidek. Uning farqli bo'lganligini, shartlarining, talablarining yana nurg'un murakkab bosqichlarni yana kechmishi yana shunday tamomlagandan keyin andin bu deyotgan sifatga uyg'unlashadiganligini so'zlab qo'yish muvofiq deb o'yladim men bu inkoslardan qarab. Albatta. Uning ustiga bu hozir biz yangi birinchi qadamda so'zlayotmaymiz buncha. Masalan, tarixda o'tgan nurg'un olimlarimiz qos olim esimdan chiqdi-da. Masalan, Yevropani, Amerika va kaza o'tir sharqni aylangan bir olimning o'zi deydi misolda. Deydi, Sayyid Qutb, Sayyid Qutb, Jamal Afg'oni, Mavdudi uchilisining bu shaxta o'rtaq o'xshamagan shakldagi iboralari bor ekan. Masalan, g'arb davlatlarida iymon keltirdim, islomni ko'rdim, musulmon yo'q. Sharqqa bordim, musulmonni ko'rdim, islom yo'q degan bir jumlasi bor. Xulosasi. Unda emasmiki? Iymon keltirmagan musulmonni ko'rdim deydi. Men boshqa anglab ekanman. Meniki men o'qigan nimada shunday ko'rgan. G'arbda iymon keltirmagan musulmonni ko'rdim. Sharqda iymon keltirgan yana kafirni ko'rdim demdi yoki ashuna o'xshash bir narsa deydi. Nima uchun degan vaqt odam to'liq diagnoz qo'yganda sharqda musulmon yana muomalasimi musulmonning muomalasiga yotadi, andagi jamiyatning bir islomiy bir jamiyat misolda. Shunday bo'lgandan keyin bu jamiyat yashayotgan insonlar hammasi bir tinchlik uchun has qo'shishni maqsad qildi. Misol, men bu hikoyani Norvegiyada men taksi haydayotgan vaqtda bir hikoyani deb bergan bo'lishi mumkin shu nimaning o'zida. Mashinani bir Norveg bola urayotgandan keyin Aşağı kögen məktəbdən çıxan bir 20 yaş ətrafı balalardan bir 5-6'sı aşağı kögendəkin ketməy aşağı saxtga aşağı tutdu da. Nimiş ketməy deb mən birinci qətim maşını urub etişi olğandakin onu bilməbdim nə qısam. Saxtga kelgan çağda biz aşağı guvav olumuz deb aşağı turub da vallahi. Həmiz Xristiyan balalar adətdə. Urvatqıcı Norveg, mən bir çetəllik. Aşağıda hiç bir özel nimini Norveg'e bizim Norveg anın yerinde turayla demezsin, toğrunun yerinde turvadı adamlar. Ayrıca madem urvattı bütün hatalık manın muşunun üstünde dep ayda guval uyurvadı Norveg balla. Demek bu yerdeki neyse neymi diye vaxtda aşbalının kıgaşı neymi diyende İslam için es koşkallık yani cemiyetin tinçliği için es koşkallık o bir hesaplandı. Sizden paydaları oluşuna dətləmə. O menki neyme belə alaqası yox. Seçib qoyduq o deyim. Çünki bu nurgun adam dep qalıdı. Bu İslam degende hem adam namaz okuyduğan boludu, hem adam roz tutgan boludu, hem adam Allah'ın tuğuygan boludu. Ondaq emas. Tinchlik uchun kurash qilgan, uning g'azb qo'shgan insonlarning hammasi Qur'oni Karimdagi demisi bo'yicha islom g'azb qo'shgan bo'ladi. U mayli qaysi dinda bo'lsa, qaysi e'tiqodda bo'lishni, qaysi millat bo'lishni qat'iy nazar. Qaloq cho'qindigan bo'lsin mayli, uning hech qanday cho'qinish bilan bizning aloqamiz yo'q. Ammo u tinchlik uchun g'azb qo'shgan bo'lsa, u odam o'zi tinchlik uchun g'azb qo'shgan bir musulmon bo'lib hisoblanadi. Musulmon desa La ilahe illallah deb Allah'ın tuğunuğan buluş gerek deb şart qo'yish qilishqanda hojat yo'q degan gap. Balkim Allah'ın tuğunuğan nurg'un insonlar va islom yana tinchlik uchun kurash qilgan, u ham mu'min ham musulmon bo'lib atiladigan gap. Shunaqki demak bu yerda yig'ib aytgan vaqtida mu'min bo'lgan odamniki hammasiniki musulmon bo'lishi u mumkin emas. Nurg'un mu'minlar va aslo musulmon emas. Ama nurg'un musulmonlar va aslo mu'min emas insonlar va. Ya'ni bir qism insonlar va ham mu'min ham musulmon. Misolda bundaq insonlar va. Yani tarixda o'tgan nurg'unlagan insonlar o'tgan, mush tinchlik uchun kurash qilib o'tgan musulmonlar orasida shunday insonlar va. Hozir siz degan Sayyid Qutb deymiz, mushu Jamal Afg'oni deymiz, ash insonlarmi? Mushu hozirgi
Allah işinden müminler değil adette. Aşağı insanların ne için aklı kalkanlık içip puşup cemiyet muhinde yaxşı bir cemiyet kuruş için teşvik kılıp ölüp ketken adamlar. Aşağı Mehmet Akif Arsoy degan adamның özü mü aşağı adamdan ilham algan adamlar mesela öz vaqtida. O keyingi 20. asrdan keyingi islom mutafakkirlari deyilgan tizimlikda sanıldı ekan, tilga ilindi ekan ular. Çünkü an'anavidagi tushunchalarning jiqiga tuz tushib ekanda. Elbette. Tema asosan oyoqlashib qolgandek qildi. Bir Hmm. xulosa so'zlari bo'lsa oladi, bo'lmasa programmani. Asasen xulasıldık desek boldu programını müşahede müşakeyçi bolsa bolamı ki? Ma'qul. Bo'ldi mayli. Bundan sonra aman bo'lsalar, oldimizgi programda ko'rishguncha Cenab-ı Allah'a topshirdik. Allah'a Salomat emanet. bo'linglar. Ma'qul, salomat. Muhtaram qarindoshlar, bugungi program bu yerga qadar bo'ldi. Ya'ni biz program boshlagandan tortib deb kelyapmiz. Ko'ni tushunchalarimizga qaytadan qarab boqing. Hukumlar haqidagi qalaymaqonchiliklarning tufaylidan dinlam emas, siyosatlarimiz, ijtimoiy hayotimiz, kishilik aloqalarimizni tortib nurg'un narsalarimiz bizda bakchiq ziddiyatlar, bakchiq zararlarni olib keldi. Shunga iti bu degan bo'lsa, uning itiga ham qaramay, aslidagi holatigami izlanib baqish. Zaten bu nima bo'lg'iydi degan narsaga nisbatan qayta qarab baqishni, qarashda manbaning tag'imi sog'lom bir manbaga tayanishini, bu manbaning faqat Qur'on ekanligini ta'kidlab kelyapmiz. Yana ta'kidlaymiz. Kelar qatam program ko'rishcha sizlarni Cenab-ı Allah'a topshiramiz. Inkaslar orqali o'zlarining tushunchalarini bizlar o'rtoqlashgan do'stlarga rahmat deymiz. Albatta Xitoylarningki deb dedik, Xitoylar zaten yolg'onchi. Yaxshi narsalarning hammasini o'ziga niqob qilib turib, yomonlikning butun qiladigan abdi basharisi o'ttirdi. Biz butun yani ziyonkashlikni tortayotgan bir millat bo'lish bizlar Xitoydan eng yaxshi taniymiz. Lekin bugungi darsda o'ttirib qo'yilgan, ilgirki oldingi sonlik darsim deyildi. İslam, iymon va shariat haqidagi hukmlarimizga qayta qarab boqadi. Belki tarixda ko'zdan qochirgan nurg'un narsalarımizga bugungi darslarning tushunishdan keyin qayta qarab vaqtimizda nurg'un yechimlarga erishishimiz mumkin. Ko'rishguncha omon bo'linglar inshaalloh. Kelar qatorgi darsda yana boshqa savollaringiz bo'lsa, tavsiyalaringiz bo'lsa, ekran orqali xalqimizga o'rtoqlashib tirishamiz. Ko'p rahmat. Omon bo'linglar. Assalomu alaykum.